O'zbekistonda kimning tashabbusi bilan ilk bor mobil aloqa operatorlari va internet provayderlari ish boshlaganini bilasizmi? Bugungi sonimizda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Nigmatovich Aripov haqida ma'lumot beramiz. Zamonaviy O'zbekiston siyosatida muhim o'rin tutuvchi davlat arbobi 1961-yil 24-may kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Aripov mamlakatda iqtisodiy islohotlar va raqamli transformatsiyani boshlab bergan siyosatchilardan biridir. Uning hayoti va faoliyati ko'plab murakkab bosqichlardan o'tgan. Masalan, 2012-yildan 2016-yilgacha davlat boshqaruvidan chetlashtirilgani va yana qayta yuqori lavozimga tayinlangani xalqaro ekspertlar nigohida uni muhim siyosiy figura aylantirdi. Abdulla Aripov 1983-yilda hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan. Mutaxassisligi muhandis. O'qishni bitirgach, u o'sha yilyoq O'zbekiston davlat telekommunikatsiya tizimida muhandis sifatida ish boshladi. Dastlabki yillarda Aripov texnik mutaxassis sifatida aloqa infratuzilmasini modernizatsiyalashda ishtirok etdi. 1992-yildan boshlab Aripov O'zbekiston Respublikasi Davlat aloqa qo'mitasida turli rahbarlik lavozimlarida ishladi. Aynan shu davrda u mamlakatda aloqa tizimlarini bozor mexanizmlariga moslashtirish va zamonaviylashtirish ustida ishladi. Uning tashabbusi bilan birinchi mobil aloqa operatorlari va internet provayderlari o'z faoliyatini boshladi. 2002-yilda Abdulla Aripov O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari etib tayinlandi. Uning zimmasiga axborot kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiyalar, pochta va aloqa tizimi, matbuot va ommaviy axborot vositalarini boshqarish yuklatilgan edi. Shu davrda u elektron hukumat konsepsiyasini ishlab chiqishga rahbarlik qildi. Shuningdek, davlat xizmatlarini internet orqali ko'rsatish tizimini joriy etish boshlanib, O'zbekistonda internet tezligi va qamrovi ancha kengaydi. 2005-yildan boshlab Ziyonet ta'lim portali va MyGov.uz davlat xizmatlari portali ochilishi bevosita uning nazorati ostida amalga oshirildi. 2012-yilda u kutilmaganda bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ozod qilindi. Bu davrda telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya mojarolari bilan bog'liq xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Chet el matbuotida MTS O'zbekiston ishida Aripovning nomi tilga olingan bo'lsa-da, rasmiy hujjatlarda unga jinoiy ayblov qo'yilmadi. 2016-yil 12-dekabrda Abdulla Aripov O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tayinlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev uni mamlakatda boshlanayotgan islohotlarning asosiy ijrochilaridan biri sifatida ko'rdi. Hamda Aripovni ishonchli va sadoqatli hamkorligini, shuningdek, tizimli yondashuvi va yangiliklarga ochiqligini alohida e'tirof etdi. G'arb ekspertlari Abdulla Aripovni Prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlarning texnik ijrochisi va modernizatsiya motorlaridan biri deb ataydi. Xalqaro moliya institutlari, jumladan Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki Aripov boshchiligida amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalarini ijobiy baholagan. Hozirda Abdulla Aripov O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri sifatida quyidagi muhim vazifalarni bajaradi. Vazirlar Mahkamasining umumiy rahbari sifatida faoliyat yuritadi va hukumat faoliyatini muvofiqlashtirishni ta'minlaydi. Prezident tomonidan belgilangan siyosatni amalga oshirish uchun ijro etuvchi hokimiyat organlarini ishini tashkil etadi. Respublika iqtisodiyoti, ijtimoiy va madaniy sohalarning rivojlanishini boshqaradi, yirik davlat dasturlarining bajarilishini nazorat qiladi. Qonunlarning ijrosini ta'minlash va nazorat qilish bo'yicha barcha vazirlik va idoralarga ko'rsatma beradi. Hududiy hokimiyat organlari, viloyat va Toshkent shahar hokimlarining faoliyatini muvofiqlashtiradi. Davlat budjeti va moliya siyosatini amalga oshirish uchun vazirlik va idoralar
idoralar bilan ishlaydi. Xalqaro muzokaralar va shartnomalarda hukumat nomidan vakillik qiladi. Favqulodda vaziyatlarda va krizis holatlarda hukumat choralarini tashkil etadi va boshqaradi. Davlat xizmatchilari va ijro etuvchi organlar rahbarlarini tayinlash bo'yicha tavsiyalar beradi. Ochiqlik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshiradi. Abdulla Aripovni tashqi va ichki siyosatda real siyosiy vaznini oshirgan islohotlar quyidagilardir. 2020-yil 31-may kuni Farg'ona viloyatining So'x tumani bilan Qirg'izistonning Batkent viloyati chegarasida suv ta'minoti va yaylov masalasida yuzaga kelgan mojaroni o'z joyiga borib bartaraf etgani va So'x tumani infratuzilmasini yaxshilash ishlarini boshlab yuborgani. 2020-yilda pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika shtabini boshqargani va zarur tibbiy infratuzilma yaratilishiga rahbarlik qilgani. 2021-yildan boshlab uning boshchiligida davlat idoralarida ochiqlik va hisobdorlikning kuchaytirilgani. Abdulla Aripovning siyosiy portreti murakkab va ko'p qirralidir. Uning faoliyati O'zbekistonni zamonaviylashtirish va raqamli davrga olib kirish yo'lida muhim rol o'ynamoqda.